Yoqilg'ilarni yoqish sun'iy yo'ldoshlar falokatiga olib kelishi mumkinligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu qo'rqinchli holat albatta, lekin barchasi yer atmosferasi bilan bog'liq. Yer yuziga yaqin qatlamlarda karbonat angidrid issiqlikni ushlab, havo haroratini oshiradi, lekin yuqori atmosferada, aynan sun'iy yo'ldoshlar aylanadigan balandlikda karbonat angidrid aksincha havoni sovutadi. Bu sovish natijasida atmosferaning yuqori qatlami siqilib, yanada yupqalashadi. Mazkur holat atmosfera qoldiqlariga qarshilik ko'rsatadi va yerga qulab tushishiga olib keladi. Ammo havo qatlami yupqalashganida bu jarayon sekinlashadi, ya'ni kosmik chiqindilar uzoqroq vaqt osmonda qoladi va tobora ko'payishni boshlaydi. Natijada sun'iy yo'ldoshlarning har biri bilan to'qnashuv xavfi keskin ortadi. Bu ilmiy tilda domino effekti deyiladi. Birgina to'qnashuv yangi qoldiqlarni keltirib chiqaradi. Ular esa keyingi to'qnashuvlarga sabab bo'ladi. Olimlar mazkur holatni Kessler sindromi deb atashadi. Prognozlarga ko'ra 2100-yilga borib, atmosfera hozirgiga qaraganda 2 baravar kam sun'iy yo'ldoshni ko'tara oladi va buning hammasi inson faoliyatiga, ya'ni issiqlik gazlari qancha ko'p yoki kam chiqishi bilan bog'liq. Hozirgi kunda yer orbitasi sun'iy yo'ldoshlar va chiqindilarga to'lib ketgan deb bo'lmaydi, lekin so'nggi 5 yilda avvalgi 60 yilga qaraganda ko'proq sun'iy yo'ldosh uchirilgani vaziyatni tobora keskinlashtirmoqda.